بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala elbette bir ko'p ne'matlarni beruvchi, ham shu ne'matlar orasida Allah subhanahu wa ta'ala bizga jibarda elchilarni, payg'ambarlarni, Allohning rasullarini, Allah bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi albatta. Allah subhanahu wa ta'ala yordami bilan. Ne qiziq jamoat, agarda kishi Allah subhanahu wa ta'ala rasullarga yuklagan vazifalar to'g'risida bilmasa, shu vazifalar bilan yashamasa, albatta bu dunyoda ya Allohni tanimay, ya Allohni tanib gunohlar qila, ya Allohni tanib Allah subhanahu wa ta'ala qo'shgan amirlarini o'tamisha yashaydi. Nindi payg'ambarlar vazifalar bilan keldilar. Eng birinchi vazifa ul Allah subhanahu wa ta'ala bilan tanishtiruv. Allah bergan ne'matlari bilan, Allah subhanahu wa ta'ala bilan tanishtiruv. Allohning ismlari bilan, sifatlari bilan. Ikkinchi vazifa jamoat ul kishilar qiyomat kuniga iymon keltirsinlar uchun. Chunki mana bu Alloh taolaga ishonu bir yoqdan, ikkinchi yoqdan qiyomat kuni bo'la albatta. O'zincha bir katalizator bo'laroq bu dunyoda bizga yordam etib turadi, izgiliklar qilirga. Ham albatta Alloh subhanahu wa ta'ala so'z borganda biz uni aqlga tayanib Alloh borlig'ini isbotlay olamiz. Ammo qiyomat kunini kim ko'rgan, kim unda olib kelganmikan deganda, uni olib kelib ko'rsatib bo'lmaydi. Qabrdan qo'borilib chiqqan kishilar endi vaqti bilan ketdi. Payg'ambarlar vaqtida bo'lgan edi. Isa alayhisalom Allohdan so'rab turg'izadir qabrda. Allah ayta olalar. Lekin bugungi kunda oddiy narsa yo'q. Nishlarga? Qo'yan biz bilamiz qiyomat kuni bormikan, yo'qmikan? Allah subhanahu wa ta'ala bizga mu'jiza indirdi. Ham bugungi kunga xatlik ul bir yoqdan mu'jiza, ikkinchi yoqdan islom dinining haqliqni isbotlov bir o'zincha bir dalil bo'lib turadi. Ul Qur'oni Karim. Mu'jiza deganda narsa u, nima deyman anlatma deganda, mu'jiza ul kishi qiyomat kunga xatlik ishli olmay turgan narsa. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda xabar beraydi. Agarda siz shunday ma'no albatta. Agarda kishi ishonmasa, payg'ambar ekanligina, agarda kishi Qur'on Alloh so'zina ishonmasa, atusa Qur'oni Karim shakl yozsin, yoza olmadilar. Anar Alloh taolo tushirdi. 10 bo'lagi qadar yozig'iz deb. Tam bir shaqira, tam yoza olmadilar. Bir bo'lik deb yozig'iz dedi, yoza olmadilar. Mana bugungi kunda hatlik u shaqir o'tiradi. Ham qiyomat kunga hatlik bo'lashaq. Bugungi kunga hatlik yoza olmadilar. Ham albatta hozir endi tajriba yoqdan ayta olamiz. Qur'oni Karim shekilli kitobni bir kishida yoza olmaydi. Nima uchun? Chunki bugungi kunda arab tili fusqa, chista, arab tili, adabiy arab tili Qur'oni Karim bo'lganga ko'ragina saqlanadi. Agarda u bo'lmasa, kishilar natiga adi o'z orasida yashab turganlarga qo'shiladi. Yoza olmaylar, ham yoza olmadilar. Ammo endi Qur'oni Karimga tayanib men ayta olaman. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu wa ta'ala ayta, qiyomat kuni bo'ladi. Shunqa bir yoqdan biz Allohga ishonamiz, ana aql bilan bildiramiz, isbotlaymiz bo'luvini. Ikkinchi yoqdan Qur'oni Karimni aqlga tayanib, shulay biz isbotlaymiz Alloh so'zi ekanligi. Hamda endi Qur'oni Karimga tayanib biz aytamiz. Sen ishonasizmi? Qur'oni Karim Alloh so'zi deb. Ishonam. Demak, Alloh taolo Qur'oni Karimda ayta, qiyomat kuni bo'ladi. Ham kimda kim onarga ishonmay, demak u iymonsizlikqa o'zini yo'l ochadi. Mana shunday ravishda albatta so'z turadi. Ham 3-jamoat payg'ambarlar vazifalari bizga misol bo'lib turadi. Nishik biz bu turmushda Alloh rizo bo'lsin deb yashay olamiz. Alloh bizga ko'rsatadi uni. Nish Alloh deganda, u bir jamoat qiyomat kunida bu dunyo bilan bayli narsa tugul. Bu dunyoda da biz qarasak, ishga kelganda nishiysin? Tanishasin nashasin bilan, tanishasin mas'uliyating bilan, vazifang bilan, ham tanishasin narsa bilan, zarfating bilan. Bu dunyoga keldin, nachasi bilan tanishasin, kim Alloh subhanahu wa ta'ala. O'zing mas'uliyati bilan tanishasin, ham albatta zarfating bilan. Zarfating nima bo'ladi?
Agar da Alloh taolo marhamatligini ko'rsatsa, albatta jannatga kiramiz. Mana shu bizning o'zimizning zarflatimiz bo'lacak. G'ayla qirom deganda shulay, kelajak xotining bilan, kelajak ering bilan tanishasın. Anari nindi natijaga olib kelarmikan bu mening ilanishim. Sen analiz birazdan yapsınlarmı? Qaraysan. Aha, bunlarda bunday xarakter bo'lar, deganda bunday xarakter bo'ladi, tegilay bo'ladi deb biraz fikr yurtasan. Onun anisine qaraysan, onun atisine qaraysan. Chunki 90% xotin-qiz anisi bu shekilli bo'lacak. Eri kelajak atisi shekilli 90% bo'lacak. Shunga qarajak iranamiz. Natijasini qaraymiz. O'zimizning mas'uliyatimizni iranamiz. Bu turmushda da biz kichkina aytib iziklab u narsani ko'ramiz. Ammo endi butunlay turmush turida siz borganda jamoat, albatta bu dunyoga bo'layna kelmadik. Mas'uliyatimiz bor, ham albatta natijasi da bo'lacak. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "Ya adam bolasi di, sen menga qarata butunlay adilsiz bo'lding" di. Chunki men seni yaratdim, sen boshqaga ibodat qilasan. Balanga ibodat qilasan, xotiningga, molingga, ishingga, bu turmushga Alloh turunda o'ylamaysan. Men senga beramdi, sen boshqaga shukrona qilasan di. Bit Allah subhanahu wa ta'ala bizga bütün ne'matlarni beradi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi. Bilasizmi di, nindi Allohning haqqi bizga qarata bor. Hamda unda aytadi, Allohning haqqi kishilar ona tengdash ketirmisha g'ibodat qilu. Mana shu Allohning haqqi. Ham agar dedi qullar shuni o'tasalar, bilasizmi nindi kishilarning haqqi Allohga qarata bor. Kishilarning agar da Alloh shuni o'tasalar, Allohga qarata haqqi shu. Alloh jannatga azobsiz kirishaklar. Mana shu Allohning haqqi. Shukr jamoat, shuni unutmasa kerak. Ham nishik aniqlarga, nishik ishlarga, nishik bu turmushda yasharga deganda, Alloh subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ati'u Alloha va ati'ur rasul, fa in tawallaw fa inma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin." Ay, Allohga itoat etingiz va rasulga itoat etingiz. Agar ularga itoat etuvdan bosh tortsangiz, rasulning bo'lishi faqat Allohning hukmlarini sizga erishtirugina. U bizning yuraklarimizga solmay, bizga erishtira, anglata. Va sizning bo'lishingiz rasul yiklaganni o'tavdadir. Agar rasulga itoat etsangiz, turib yo'lga ko'nilirsiz. Rasullar istimda Alloh hukmlarini ochiq etib erishtirugina. 24-sura 54-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bizga xabar beradi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allohning ko'rkam ismlari bor. Shu ismlar bilan duo qiling'iz. Ammo Allohga tiyishsiz ism berishlardan qoching'iz deydi. Allohga tiyishsiz ism berganlari uchun jazo qilinirlar. 7-sura 180-oyat. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi: Allohning 99 ismi. 100dan birini olsak, shu ismlari. Ham shunday kim ularni yodlasa, shu jannatga kirishak. Lekin bunda durs deb anglar kerak. Agarda biz 99 ismni faqat yodlasak, boshdan tutsak, turmushga oshiqtirmisha, turmushga kiritmisha, albatta u narsaga kirmaydi. Biz u narsaga. Chunki g'arab tilida yahfaz degan so'z u yodlov turmushga kirituv bilan anglatiladi. Agarda kishi aytsa, namoz o'qiy, o'zi namoz o'qimay. Ayta, namoz o'qi, u ayta, men bilamdi namoz o'qiy o'tirunda. Lekin o'zi namoz o'qimay, demak u bilmaydi. Chunki haqiqiy ravishda anon turunda bilsa, namoz narsaga olib bora, namoz o'qimov narsaga olib bora. Namoz kimdan kelgan amr u? U o'tamisha qolmay ona. O'tamisha qolmay. Munda da agarda shu ismlarni bilsa, haqiqiy ravishda turmushga kiritsa, albatta u inshaalloh jannatga kirishlardan bo'lacak. Bit agar sen Alloh taolo ko'ruvni bilasan, sen Alloh taolo ko'ra deganni. Sen bit gunoh qilmaysan. Agarda Alloh taolo ko'ra deganni bilasan, sen albatta tirishasan Alloh aytgan amrlarni o'tab yasharga.
Agar da sen Allah ko'run bilasan, kishi haqlari o'targa tirishasın. Xotining bo'lsinmi, balang bo'lsinmi, ko'rshing bo'lsinmi, ipdoshlaring ishda bo'lsinmi, qardoshlaring bo'lsinmi, mashta. Ham 99 ismi deganda, u butunsi 99 na tugul. Agar da men sizga aytsam, mening kisamda 20 so'm bor deb. U da 20 so'm bilan cheklanmagan bit. Balki 50 so'm bordir, lekin 20si bor endi menda. Bunda da Allohning ismlari ko'proq. Bizga ma'lum bo'lganlar 99. Ham biz buni Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisidan bilamiz. U duo qiladi. Ya Alloh de, men sen o'zingni qo'shgan. Yaisa biror o'zining qulingni iratgan. Yaisa sen o'zining kitobini indirgan. Yaisa sen o'zingda sirda qoldirgan ism bilan so'rayman. Mana shunda duo qilgan. Demak, bor bizga ma'lum bo'lgan ismlar, bor bizga ma'lum bo'lmagan. Shuna qaragan unmasqa kerak. Agarda biz payg'ambarlar kelgan vazifalar bilan o vazifalarni o'rgansak, o vazifalarni turmushga oshirtirsak, Alloh bergan ne'matlar turunda, Alloh subhanahu va taolo marhamatligi turunda o'ylasak, Alloh subhanahu va taolo bizga indirgan payg'ambarlarni o'ylab, ularni o'zimizning turmushimizga misol etib olsak, qiyomat kun turunda o'ylasak, albatta natija xayrli bo'lacak. Bu dunyoda da kelishikda. Agar jamoat kun sayin Allah'ın bir nimeti turunda bulsa da uylik fikirli. Allah subhanahu wa ta'ala bizga yazgan ölümler turunda da uylik, kıymet turunda da uylik, bir mertebe bulsa da künge. Mine Allah'tan kelip basacak biz. Ne cevap verir biz miken? Ne saytır biz miken? Bizim amelleri biz onlara turu kelemiken, jingil bulur miken, yok miken? Hem elbette Peygamberimizden misal gün sayın bir özüküne irenip, turmuşumuzga, Peygamberimizin hılkın, Peygamberimizin amellerin kırsak, elbette gün sayın bir adım Allah tarafına cennetke işlegen buluruz. Allah Teala her birimizge de onlara itaat edip yaşarga nasip eylesin. Hem unutmayıp Ömer ibn Abdülaziz şunday sözler aytdı. Kimde kim bilmişe birer amel kılayken elbette ol faydaga qaraganda ko'proq ziyon ketuvchilardan bo'lacak. Subhanakallohu bihamdik, la ilaha illa ant, vallohu sami'ud du'a. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid ve akimus salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.